Assalomu alaykum. Bu videoda biz mavjud dasturlash tizimi nimani anglatishini ko'rib chiqamiz va nimaga o'zi kerakligini ham batafsil ko'rib chiqamiz. Mavjud dasturlash tizimi yoki multi multitasking tizimi bu bir nechta dastur yoki jarayonni bir vaqtda o'zida ishlayotgan koordinat ko'rinadigan kompyuter tizimi bo'lib, protsessor har bir dasturga navbatma-navbat vaqt ajratadi. То есть, bu oddiy tilda tushunadigan bo'lsak, sizda masalan kompyuteringizda birdaniga YouTube, Telegram, va Wordda ishlasangiz, birdaniga, bular ishlab turadi, va multidasturlash ham ishlaydi. Multidasturlash bu, то есть, har bitta hamma programmani birdaniga ishlatishga yordam beradi va protsessor birma-bir qarab chiqaveradi. То есть, birma-bir, kuch ajratishi multidasturlashga hisoblanadi. Xo'sh, multidasturlash tizimi nimani anglatadi? Bir nechta dastur yoki vazifalarni bir vaqtda boshqarish va bajarish imkoniyatini beruvchi operatsion tizim funksiyasi. Bu operatsion tizimni funksiyasi hisoblanadi. Windows 10, Windows 11 har bittasida o'zining multidasturlashi bo'ladi. Batafsil tushunish uchun protsessor juda tez ishlaydi. Shu sababli u bir dasturdan ikkinchi dasturga tez-tez o'tib turadi va o'sha multidasturlash uni kontrol qilib turadi. Har bir dasturga vaqt bo'ladi. Time slice degan narsasi bo'ladi va o'sha time slice'ni ajratadi. Har bitta dastur uchun ajratib chiqaveradi protsessor. Chunki protsessor judayam tez ishlaydi va uzoq vaqt bitta ushlab turolmaydi. Bu foydalanuvchi barcha Bu foydalanuvchi barcha dasturlar bir vaqtda ishlatayotganda ko'rinadi. Masalan, siz bir vaqtda o'zida musiqa eshitasiz, Wordda matn yozasiz, brauzerda internet ma'lumotlarini olishingiz mumkin. O'sha multidasturlash shu funksiyasi ishlaydi. То есть, multidasturlash funksiyasi bu bir vaqtda o'zida ko'pgina dasturlar bilan ishlashga yordam beradi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Multidasturlashda nimani aylatishi bir necha dastur yoki vazifalarni bir vaqtda boshqarish va bajarish imkoniyatini beruvchi operatsion funksiya deb ataladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.